Qo'shni supermarketlardan ko'ra ancha arzon. Ya'ni bitta mantining narxi $3 emasmi ishqilib? Yo'q. Ha, unda yaxshi. Nyu-York tarixida eng birinchilardan bo'lib o'zbek milliy nonlarini aynan shu yerda Bruklinning Brighton Beach'ida joylashgan Samarqand supermarketida yopishni boshlashgan. Ushbu supermarketni Nyu-Yorkdagi barcha o'zbeklar juda ham yaxshi biladi, chunki bu yerda ko'plab biznes g'oyalar amalga oshgan va bugundan boshlab ushbu biznes yangi sahifani ochmoqda va mana shu supermarketning egasi o'zi uchun yangi biznes ishchi partnyorlarini qidirmoqda. Agarda sizda mana shu biznesga qiziqish uyg'ongan bo'lsa, hozirda mana shu biznesni ichkarisidan sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Mijozlar bilan gaplashamiz va o'zi tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Ishchi biznes partnyor u o'zi kim? Videoni birgalikda tomosha qilishni boshlaymiz. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Videoni boshida aytib o'tganimdek, ushbu supermarketning egasi o'ziga ishchi hamkorlar qidirmoqda. O'zi ishchi hamkor nima qiladi? Avvalambor ishlaydi, qolaversa ushbu biznesda albatta ishtirok etadi va daromadni birgalikda ko'radi. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Samarqand supermarketini doimiy mijozlardan biriga murojaat qilamiz. Aytingchi, bu joyni asosiy sizga 3 ta yoqadigan jihatlari nimadan iborat? Eng yoqadigan birinchi jihatlari bu lokatsiyasi. Bu yoqda Manhattan Beach, bu yoqda Brighton Beach. Umuman markazda joylashgan, metro, avtobuslar ham hammasi yaxshi. Ikkinchi yoqadigan tomoni ovqatlari, tayyor o'zbek milliy taomlari, sifatli, mazali, hammasi vaqtida kech bo'lganda ham olib ketish mumkin. Uchinchi tomoni narxi. Qo'shni supermarketlardan ko'ra ancha arzon. Ya'ni bitta mantining narxi $3 emasmi ishqilib? Yo'q. Ha, unda yaxshi. Arzon, ham magazin keng, tanlash imkoniyati ko'p, narsalar ko'p. Hurmatli Nyu-Yorkdagi, qolaversa AQShdagi vatandoshlarimiz, agarda siz Nyu-Yorkda noldan emas, balkim tayyor bo'lgan, katta va juda ham mashhur bo'lgan o'zbek biznesiga ishchi partnyor bo'lib kirib kelmoqchi bo'lsangiz, demak kerakli telefon raqamlarini ushbu videoning tagida yozib qoldiraman. Bu degani Mr. Otabek TV kanalida va Nyu-Yorkda, Bruklinda, Brighton Beach'da joylashgan Samarqand supermarketida ko'rishguncha.